metodi orqali foydalanib sizlarga ushbu metodni o'tkazib bermoqchiman. Metod shu bo'ladi, lekin man o'zimda uyg'ongan hislarni, otaga bo'lgan hislarni asosiy vazifam buni o'tkazib beraman. Chunki o'zim ota mavzusida juda katta izlanishlar, juda katta mehnat qilganman va har safar ota mavzusida ishlagan paytimda juda katta обострениyalar, transformatsiyalar hayotimda bo'lgan. Xuddi shunaqa ona bilan ham ishlagan paytimda har doim man ota-ona mavzusini ishlaganimda juda katta muvaffaqiyatlarga, rivojga qarab keta olganman. Albatta buni ichida man boshqa bilimlarni ham qo'llaganman. U bilimlar haqida hozir bu yerda ochmayman, chunki ular hammasi bizda aaa, ochiq qilib berilingan. Bepul darsliklar ham va pulli darsliklar ham bor. Man uchun yangi qizlar bor ekan bu yerda. Nafisa, xush kelibsiz jonim. Assalomu alaykum, rahmat, xushvaqt bo'ling. Va alaykum salom jonim. Sizni birinchi darsligingizmi bu? Yoki avvaldan darslarga o'qiganmisiz, qatnashganmisiz? O'quvchi Zebinson Nurullayevani intensiv kursida hozir o'qiyapman. Ulardan ko'rib ustoziligingizni bilganman. Keyin xuddi aynan menga kerak bo'lgan paytda shu darsligingiz oldimdan chiqib qoldi va judayam xursand bo'lib darrov yozildim. Aha, xush kelibsiz. Tushunarli. Rahmat. Mumtoz Begim, siz ham Zebinson o'quvchisimisiz? Tushunarli. Men Zebinsoda otam va menda o'qiganman. Aha, o'qigansiz. Klassni, молодец. Aha, Judayam zo'r natija bo'lgan. Men da, qalbim dum akamdan uzoq bo'lganman. 70% yaqinlashganman. молодец, молодец qizlar. Faqat mikrofon o'chirib turasizlar. Mani jonim, mikrofoningizni o'chirib turing. Serдечко stikerlikda. Ha? Nari ancha tabiiylashibdi ranglaringiz, молодец. Yaxshi ishlabsiz. Mohira va Salim ancha tabiiylashgansiz. Faqat chistota yetmayapti. Qolgan temalarda yaxshisiz. Nari chistotani yaxshi ko'taribsiz. Soliha, siz haqida nimayam desam bo'larkan. Ko'rinishingiz o'zgaribdi, ancha yaxshi, kuch paydo bo'libdi. Bular yaxshi, молодец. Navbahor jonim mening. Mana shu yoshingizda harakat qilayotganingizga men qoyillar qolib ketyapman. Nega? Chunki 35 yoshdan keyin juda ko'pchilik duxovniy rostda qiynaladi. Lekin siz ham duxovniy rost qilasiz. Ya'ni duxovniy rivojlanib ketyapsiz ham yuqori ongda rivojlanyapsiz. Bu juda katta natija. Leyla Murku endi как samolyotda uchib ketaveryapti. Так, Mumtoz Begim tanishdik. Qolgan qizlar sizlar bilan ilk bor tanishyapman, ilk bor ko'ryapman. Aha, Ozoda bor bu yerda, Ziyora. Hali yana yaqin bo'lib, yaqindan bir-birimizni tanishda davom etaveramiz. Sizga ham maqtov aytib ketaylik orada, sizga ham maqtov. Go'zalligingiz, ilohiy o'tish yo'lida qo'llaringizni cho'zib, bizni shu darajagacha olib chiqishingiz haqida, saxiylikda bilimni ulashayotganingiz haqida. Voy, rahmat. Har taraflama ayollik bo'yicha ham, ota bo'yicha erkaklar qabul qilish, har taraflama anglashlar olib, ancha o'zimni ishonchimni orttirishga sizni kurslaringiz, saxiylikda bergan darslaringiz sabab.
Minnatdorman kattakon. Rahmat, rahmat qizlar. Rahmat ishonch uchun, iliq so'zlar uchun katta rahmat. Так, bugungi darsimizda man sizlarga как praktikani berishdan oldin aytib o'tmoqchiman. Ota va onamiz bizani tizimimizni boshi, bizni yaralishimizni, bu hayotdagi yaralishimizni boshida turgan insonlar hisoblanishadi, ruhlar hisoblanishadi. Ota bu muvaffaqiyat, ota bu omad, ota bu uspeh, rivoj. Ota bu pul, ota bu kuch. Ota bu siz yaratgan g'oyalarni real hayotingizga ko'chirib beradigan shaxs hisoblanadi. Otangizni siz qabul qilganingizda sizni hayotingizda kuchli erkaklar paydo bo'ladi. Ona bilan ishlaganingizda sevgini bera oladigan kuchli erkak paydo bo'ladi. Lekin onani ishlamasdan faqat otani qabul qilgan bo'lsangiz, tagida ota faqat kuchli erkaklar kelaveradi. Ya'ni otasini qizi puli ko'p, shunaqa qizlar bo'ladida. Ya'ni tez-tez o'zi xohlayotgan narsalarga erisha oladigan bo'lishadi. Вот. Onani qizi esa agar juda ona bo'lib otani qabul qilmagan bo'lsa, bu shunaqangi joyga boradi. Unda oila hamma narsa bo'ladi, lekin jertvaga qarab ketaveradi, chunki bizada obraz bor. Faqat onani qabul qilganingizda va otani o'zingizdan как-то uzoqlashtirganingizda, siz turmush o'rtog'ingiz bilan yoki hayotda yashayotgan paytingizda bitta tomoningizni qabul qilmaganingizni evaziga mo'rtlashasiz-da, kuchingizni o'sha joyda ayollik bilan ulab olib ketolmay qolasiz. Har safar jertva bo'lib, "Menga otani mehrini ber, menga otaning kuchini ber" degan obrazga kirib qolasiz. Va mana shu obrazga kirib qolmasligimiz uchun biz ikkalovi bilan ham tenglikda ketishimiz kerak bo'ladi. Ota va onamiz bilan. Xuddiki bu qarang, o'zi hayotda ahamiyat bering. O'ng oyoq chap oyoqqa yordam beradi, chap oyoq o'ng oyoqqa yordam beradi va ikkita inson bir-biriga yordam beradi va bitta tanani ko'tarib turibdi. Hamma narsa juft qilib yaratilingan. Вот. Lekin bizani ongimizda bo'lish ongi mavjud. Bizani ongimizda hali ota va onani bir-biridan ajratib ko'rsatib beradigan emotsiyalar, obrazlar qolib ketgan. Qachonki otamiz bilan onamiz alohida bo'lganda, alohida yotoqqa yotishgan paytda, ya'ni biz hamma narsani bo'lish ongida qabul qilib qo'yganmiz. Bu juda katta ishlanishi kerak bo'lgan yo'l hisoblanadi. Вот. Hozircha biz otani ishlagan paytimizda sizda nimalar bo'lishi ehtimoli bor? Ozgina anaqa bo'ladigan bo'lib qolasiz. Как o'tkir so'zli bo'lish boshlanadi sizda. Hiring-hiring. Как sizga yoqmasa ham, "Ha, mayli" deb bera olmaysiz-da. Как u yerda ham o'zingiz aytganingizni qildira oladigan, qilishni xohlaydigan obraz paydo bo'ladi. Erkaklarda bo'ladi-ku shunaqa obraz. Menga nima aytganim bo'ladi tipida. Siz balansga kelasiz. Siz o'zingizni ham xohishlaringizni yaratishingiz mumkinligini his qilishni, eslashni boshlaysiz. G'oyalar keladi, ish beriladi, missiya yo'lingiz ochib beriladi asosan.
juda katta yordam. Tez-tez kuch beriladi o'sha vaziyatni hal qilishingizga. Pul bilan ham savollaringiz hal bo'lishi boshlaydi. Вот. Endi sizlar o'zinglarni mendan nima xohlayapsizlar yokida yana qanaqa nimalarni bilishni xohlagan bo'lardinglar? Qanaqa savollaringlar bor? Kim mikrofonni qo'shib savol bersanglar ham bo'ladi. Хорошо. Demak, savol yo'q. Mhm. Manda Давайте тогда man bor edi. juda past gapiryapmiz. Kim gapirayotgan bo'lsa ham baland gapiring. Man Solixa gapiryapman. Manda savol bor edi. Anaqa turmush o'rtog'i, ya'ni o'sha erkaklar taraflama shu yaxshi muomalaga teggan joyda shundoq qandaydir o'zgarish bo'lib, qabul qilolmasdan ichkaridan qanaqadir protiv bo'lib qolasizu, hech qanaqa sabab ham bo'lmaydi. Sabab Da. yo'q. Zo'r Mhm. ketyapsiz. O'zidan o'zi protiv bo'lib, nimadir o'ylab Mhm. topilib urush qilasiz. Bu ham o'sha Mhm. otadan, ya'ni otamizni qabul qilolmasligimizdan yoki butun erkaklarni qabul qilolmasligidan mumkin. O'sha savolim bor edi. Agar sizga uni xatti-harakatlari otangizni eslatayotgan bo'lsa, da, otangizdan. Agar sizga uni xatti-harakatlari onangizni eslatayotgan bo'lsa, u onangizniki. Kuzatishingiz kerak bo'ladi bu qayerdan kelayotganligini. Misol uchun bir erkak ertalabdan kechgacha yoningizda payti o'zi pul mana bunaqa topilyapti, bu qiyin, anaqa, mana bunaqa desa, qarab ko'rishlik kerak bo'ladi. Adeladan pul so'raganinglarda nima degan, onanglar bilan pul mavzusida qanaqa gaplashgan, kim oilada shunaqa pulni tutgan. Bu mavzu bo'yicha hozir praktikada to'g'rilab beraman bu joylarini. Vot, bizani qizni bitta ham bor ekan. Umrinso, Diyora Akramova. Qizlar, xush kelibsizlar. Hozir ko'rib qoldik sizlarni. Manda ham savol bor edi Zara. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bering savolingizni. Turmush o'rtog'i yonida bo'lsa, unaqa sevgi, mehr berolmaydi, lekin o'sha onasinikiga borsa, qizg'anish, tezroq kelishini xohlash nimadan bo'ladi, lekin onamda bunaqa bo'lmaganda. Adam ketsalar xursand bo'lardim. O'zi turmush o'rtoq bu onamizda. Turmush o'rtoq onamizga javob beradi. Endi turmush o'rtoq bilan yasholmayapmizmi yoki qiynalyapmizmi, bu onamiz bilan munosabatlarimiz qiyin degani. Bo'lsa ham xursand bo'lolmayman, ko'p urushib qolamizda. Ketsa yaxshi, maza qilib darslarimni bajarib olaman deymanda, ketsa xotirjam o'tira olmayman. Xuddi bolamdek shundan xalos bo'lgim keladi deb o'ylamaslikni xohlayman. Bu o'sha bolaligimizda onamiz uyda bo'lmasa maza qilib olganmiz-ku, eslanglar. Nafas olganmiz. Esladinglarmi? Vot. Oila matritsasini yaratib berishganda eringizga ham, sizga ham jonim. Eringiz ham o'zi bilmagan holatda shunaqa tutishim kerak ekan deb o'ylaydi. Siz ham o'zingiz bilmagan holatda shunaqa tutishim kerak deb o'ylaysiz.
Bu bizga berilgan как standart andazada oila matritsasi bu. Yoyilib qolib ketganingizda eringiz hech qachon nima bo'ldi ekan deyolmaydi, chunki unga bunaqa qilishmagan. U ham shu onasidan eshitgan gaplar, nimaga yoyilib o'tiribsan, bunaqa mana bunaqa. Ko'rganini sizga beradi. Siz ham ko'rganingizni unga o'tkazib berasiz. Ya'ni yapacak bir şey yok deydi-ku. Bir narsa qilish iloji yo'q bu yerda. Faqatgina mehnat qilish kerak. Ishlash Faqat kerak. da Aferin. Faqat ishlash kerak. Boshqa yo'limiz yo'q qizlar. Ko'proq duo qilamiz, ishlaymiz, yaratamiz, chizamiz. Mana shunaqa qilamiz-da. Bilarkansiz-ku o'zingiz. Ishlash kerak. No ishlaganda hammamiz har xil jarayonlarni ko'ryapmiz-da. O'sha uchun o'zinglarni juda qiynab, anaqa qilib tashlamanglar. Qiyin bo'lgan paytlar o'zinglarga dam beringlar. O'sha etishi bor ishlanglar. Kim bilan yashayapsizlar? Turmush o'rtog'inglar bilan yashayapsizlarmi? Etishi bor ishlanglar. Ey, ehtiyot bo'l. Men ota mavzusida ishlayapman. Bu yerda mani bolalikda otam bilan bo'lgan vaziyatlar ko'tariladi. Oldi orqangga qara deb ozgina ehtiyot bo'l. Ya'ni sekin-sekin tushuntirib boringlar. Hazil qilib tushuntirib berasizlar. Nimadir qilib tushuntirib beringlar, чтобы sizlar bu darslarga mazza qilib eshita olinglar, qatnasha olinglar. Kuchinglar bo'lmagan paytda ovqat qilolmasliginglarni tushuntirib beringlar. Menga og'ir judayam hozir mana shu ovqatni qilish. Chunki bolaligimda adamman bilan shunaqa munosabat qilgan ekan. Bu menga qattiq ta'sir qilgan ekan. Sizda ham bo'lganmi deb o'zinikini ham eslatib qo'ying. Shunga ham yig'lab o'tirasanmi? Unaqa edi, bunaqa edi. Endi mana shunaqa bo'lgan ekan. Ya'ni jертва ma'nosida emas, ongli bo'lishinglar. Turmush o'rtog'inglar. Как-то sizlarni his qila olsin. Nima ustida ishlayotganinglarni, nima qilayotganinglarni. Qanaqadir misollar keltirib beringlar. Оказывается, men bolalarimni qattiq gapirar ekanman. Bu onamdan o'tgan ekan. Qattiq gapirmasam bolalarim ham bunaqa bo'ladi deb qo'rqqan ekanman. Davay sinab ko'ramiz. Bolalarga qattiq gapirmaslikda nima deysiz? Misol uchun. Nimadir qilib duxovniy yashashga olib kirib yoninglardagi insonlarni hammani olib kiringlar. Ya'ni qalb orqali yashashni, ruh orqali yashashni, qalb orqali munosabat qilishni. Tak, assalomu alaykum ustoz. O'qday. Savolim, otamni qabul qilganman. Shunda ham turmush o'rtog'im o'zgarmayapti. U nimadan? Oy, jonim mani, ota-onani qabul qilish juda katta yillar talab qiladi. Shu uchun hozircha kuzataylik holatingizni. O'zingiz kuzatishlaringiz davomida ishonchingiz komilmi? Otangizni oxirigacha qabul qilgansizmi, yo'qmi? Uni qarab chiqasiz. Это нереальный narsa men uchun. Mani shuncha yillik tajribalarim uchun. Chunki ota bilan hali qancha ko'tarilmagan vaziyatlaringiz bor. Men shunaqa ko'rdim boy, chunki sizda. Хорошо, yana kimda savol bor? Javob ola olasizlarmi? Nari chiroyga ahamiyat bermaymiz. Maska eritish berilmas. Adashmasam eslasangiz. Kirmang o'sha joyga. Tak chiroylisiz. Nima qilasiz shu chiroyingizni? Yana ham hamma ko'rishni xohlashi. Tak chiroylisiz. Bo'ldi, uni bekita olmaysiz. Manbatga tushing. Tak, Ozoda savol yo'llayapti. Savolim bor. Pul masalasi, nima qizlar, sizlar mikrofoninglarni qo'shib savol bermayapsizlar.
Yoki man qo'rqityapmanmi sizlarni, nima bo'lyapti? Pul masalasi otaga nimaga bog'liq? Pul chakrasini ochish uchun qanday meditatsiya qilish kerak? Oldindan rahmat. Shu Ozoda. Qani shu Ozoda. Attata qilaman deydi-ku. Nilufar. Mana Nilufar bu yerda endi. Umrini son. Ziyorayam bizlar bilan birga ekan. Xullas, Ozodada videom yopiq ekan. Otam mani davlatim deb bekorga ashula aytmagan-ku eskidan. Yurakka tushinglar. Faqat yuragi orqali qaraysiz hammaga. Oching. Marhamat. Va nimaga ota pul-da? Pul bu energiya. Erkaklar realist bo'ladi va erkaklar aql, ayollar qalb bo'ladi. Ayol qalbda, emotsiyalarida yashaydi. Erkak esa aqlda yashaydi-da. Misol, ayol qizil svetofordan o'tib ketsa, erkak aytadi: qizil svetoforda to'xtamasang, mashinang ham pachaq bo'ladi, o'zing ham pachaq bo'lasan. Da? Tipa. Ayol emotsiyalarida pul ko'p. Bizni emotsiyalarimizda rosa pul ko'p. Faqat u pulni tashqariga chiqara olmayotganligimiz aqlimiz. Ya'ni o'sha otani hayotga bergan talablariga javob bermayotganimizda. Ota misol uchun pulingni mana bunaqa ishlat, mana bunaqa bo'ladi. Erkaklardan maslahat so'rasangiz shunaqa bo'ladi. U bizga qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Rostdan ham qiyin bo'ladi. Bizga emotsional yashash, kofemizni ichish, suhbatlashish, yotib olish, uzalish, kiyimimiz haqida gaplashish. 3 kun bitta kiyim haqida gaplashamiz. Birinchi kun olib kelganimiz haqida, ikkinchi kun qanaqa turganligi haqida, uchinchi kun keyin atelier bordim, mana buni to'g'irlatib keldim degan haqida gaplashamiz. Erkaklarchi unaqa emas. Вот. Erkaklar nima qiladi? Oldi, qanaqa turibdi? Yaxshi turibdi, и всё, bo'ldi. Ya'ni nima demoqchiman? Erkak ayolni puli emosiyalarida, tanasida, вот ayolni как hamma puli sevgisida. Erkakni puli esa pul ko'rinishida, ya'ni sevgisi pul ko'rinishida bo'ladi. Вот. Erkak bu narsalarni как-то reallashtirgan, pul ko'rinishiga olib kelgan. Nimagadirki arxitektorlar erkaklar, binolarni erkaklar quradi-da. Erkaklar baraka. Shu bilan birgalikda erkak bu ruhi birinchi bizdan oldin, ayollardan oldin erkak yaratilgan, undan keyin biz yaratilganmiz-da. O'sha aynan ota orqali daromadimizni ochishimiz yaratilinishda o'zi shunaqa qilib yaratilinganligida. Ya'ni buni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu degani ayol pul topmasligi kerak, unaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak degani emas. Siz faqat missiyangizda yashashingiz kerak. Missioner pul uchun ishlamaydi. Вот.
ya'ni bu yerda keng ma'noda bor. Pul chakrasini ochish uchun agar siz chakralar bo'yicha haliyam nimadirlar qilayotgan bo'lsangiz, tagida 3-chakra bilan ishlaysiz. Вот. Mani o'zimga kelgan informatsiya shunaqa bo'lganki, ayolni sevgisi bu yerida. Shu uchun ham ayol ko'kraklari orqali bolani oziqlantiradi. Va erkak jinsiy yaqinlik orqali o'zini jinsiy a'zosi orqali spermani ayolni matkasiga tashlab beradi. Ya'ni farzand u erkakning jinsiy a'zosidan ayolning jinsiy a'zosiga o'tib keladi. Ahamiyat bersangiz, bizni ko'kragimiz bor, erkaklarni как-то bo'rtib turgan joyi bu jinsiy a'zosi bor. Bunda shunaqangi narsa borki, biz ularni qalbidagi bo'shliqni qalbimizdagi sevgi bilan to'ldiramiz. Bizni bachadonimiz esa bo'sh. U o'zini jinsiy a'zosi bilan bizni to'yintiradi. His qilasizlarmi? Endi erkakni spermasi bu Xudoni nuri deb man o'zim shunaqa insight olganman. Ya'ni erkakni spermasi bu как nurdek. Va mana shu nurdan bolalar dunyoga keladi. Вот. Ya'ni sperma oddiy narsa emas demoqchiman. Shunchalik keng mavzu bu. Tak. Keyingi savol. Nilufar savol beryapti. Men qaysi ota-onam bilan ishlashni haliyam bilolmayman. Tug'ilgan ota-onangiz bilan ishlaysiz. Nafisa savol beryapti. Menda qaynonam aralashuvi tufayli turmush o'rtog'im bilan aloqalarimiz yaxshi emas. Biz bir-birimiz bilan erkin bo'la olmaymiz, erkin fikr bildira olmaymiz. Biz bir-birimizni boricha qabul qilmaymiz. Bu savol hozir bu mavzuga taalluqli bo'lmaganligi uchun javob bermayman. Pul mavzusi, bugungi mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, beringlar savollar, men javob beraman. Turmush o'rtog'im bilan muloqot qilolmayapman. Как раз bugun mana ota bilan ishlaymiz-ku, ancha stерженinglar yaxshi bo'lib qoladi. Qaynonanglar bilan ham shunaqangi mo'shna gaplashadigan bo'lasizlar. Tak. Hech kim sizlarni uncha bunchaga xafa qilolmaydigan darajada kuchga ega bo'lasizlar. Okey. Demak, boshlaymiz taqdir. Yoki savollaringiz bormi? Izabelya haqida gapiring. Yo'q, Izabelya haqida bugun gapirmayman, chunki u juda katta mavzu. Menda savol bor edi yana. Mana shu Bering kurs savol. haqida to'lov qilib bunaqa qilganimda jarayon boshlandi. Farzandimda o'sha isitmasi tushib chiqib, unaqa taraflama yordam berdim. Foydasi bo'lmayapti. Hozir faqat eritilish bilan ishga tushunish qilib yordam qilyapman. Baribir sizga savol bergim keldi o'sha orqali yana. Balkim qaysi joyda boshqa yordam qila olamanmi? Undan oldin unaqa narsa ham yo'q edi.
to'liq qilishni boshladim. O'sha shunaqa jarayoniy o'zimda og'irlik, onam Mhm. bilan ko'tarilish bo'ldi. Mhm. Lekin endi natijasi ham otam kecha kuni onamnikidan keldim. Otamnikida ekan hech qachon pul bermas edi. Onam orqali olardim. Otam o'zi pul berib, narsalar olib berib jo'natdi. Mhm. Bola dunyoga kelganda o'zini karmasi bilan dunyoga keladida. Ota bo'yicha mavzuda farzandingizni ruhida karmasi bo'lsa, unda ham hozir tozalanish bor. Va 5 yildan keyin, 10 yildan keyin yoki katta bo'lgandan keyin otasi bilan bo'ladigan konfliktlar hozir tozalanmayapti. Shuning uchun jarayonga ilohiy ishonchda bo'lasiz. Eritish, ishga tushirishlar qilaverasiz. Bolaga yaxshi ovqat qilasiz, o'zingizga ham yaxshi ovqat qilasiz, yaxshi yeysizlar, yaxshi ovqatlanasizlar. Вот, cho'milasizlar. Вот. Initiatsion kurslarim bo'lsa, ularni uyga yoqib qo'ysangiz bo'ladi, qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Вот. Agar mana unaqa initiatsiya kurslarim bo'lmasa, chistotani, uyni chistotasini ko'taradigan musiqalar qo'ysangiz bo'ladi. Yokida Qur'on qo'ysangiz bo'ladi. Yokida yana yaxshi masterlarni ovozli darslarini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Yuqori vibratsiyasi, chistotasi yuqori darslarni. Mani his qilishim bo'yicha sizda hozir initiatsionniy darslarimiz yo'q, uni o'rniga, lekin bulardan foydalansangiz bo'ladi. Хорошо. Javob oldingizmi? Shunda ham Da- savol bor. Aha. Bering savolingizni. Menda ham ko'chada edim, to'lov qilishim bilan jarayon boshlandi. Sog'ligimda boshim orqa tomonidan qattiq og'rib, uyga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Qaytib kelsam, davleniya vochi ko'tarilib ketgan ekan. Ichimda agressiya, hozir ham tanam vochi slishkam qizib, terlab, endi beremennaligimdan ham bo'ldi ham deb o'yladim. Endi jarayon ham deb o'yladim. Layloga yozdim ham. Turmush o'rtog'im bilan aynan mana shu pul anaqasida ozgina bahslashib ham qoldim. Savol nimada? Savol bering. Savol, erkak kishi, endi bilmayman, bu shartlilik bo'lishi ham mumkin. Erkak kishini o'zini mas'uliyatidan qochishini menga nima aloqadorlik joyini bilmoqchiman. Qaysi joyda men anaqa qilyapman? O'z mas'uliyatidan qochish bor-da. O'z mas'uliyatini qo'pol qilib aytsam, juda chestno qilib aytadiman, yuzsizlarcha, короче, nimaga men ekanman, senchi deganday anaqa qilinib ketdi-yu, mana shunaqa bo'lib ketdi. Qarang Nilufar, juda shart talab bor joyda, ayol tomonidan bunaqa shart talablar bor joyda erkak rivojlana olmaydi. Erkak naborot sinadi. Hozir kuchingiz yetgancha uni siz mana shu xatti-harakatlar bilan ushlab turgan bo'lishingiz mumkin, lekin yaqinda u qaysidir yo'l bilan o'ziga ayol topadida, unga aynan qalbi orqali yondashadigan ayol kerak bo'ladi. Aytyapman-ku, erkakka mana bu orqali oziqlantirasiz. Yurak orqali, shartsiz sevgi orqali. Qarshiliklarsiz eshitsangiz, hayotingizda o'zgarish bo'ladi, lekin sizda hozir juda kuchli qarshilik ketyapti. Balki ota bilan bog'liq vaziyatda, balki otangiz nimadir qilib berolmaganiga chidolmasdan, sanam qilmaysanmi, turib qilib olmasanga, sanam qilmaysanmi, bo'lmasa o'zim qilaman, qara, lekin mana shu pozitsiyalarni ko'ryapman-da. Ana shunaqa, shunga o'xshash anaqa bo'ldi-da. Bo'pti, короче, qilmasangiz qilmayman, o'zim qilib qo'yaman atak, lekin mana shunaqa bo'ladi, ana shunaqa aytganingiz anaqa bo'lib ketdi. Shuning uchun ota bilan praktikani ishlaganimizda har biringlarga man eslatib o'taman, bu praktikani 21 kun qilasizlar.
yotib qolasizlarmi, temperatura qilasizlarmi, baribir yoninglarda bu praktika ochiq qolishi kerak bo'ladi. Qilishinglar kerak bo'ladi. Shundagina o'zgartira olamiz vaziyatni. Endi keyingisi Nilufar. Sizga rosa kerak ota bilan emas, ona bilan ishlash. Chunki onangiz sizni shu holatga olib kelib qo'ygan, onangizdan andaza olgansiz bu timsolda. Вот. Ozgina расслабиться qilishingiz kerak bo'ladi. Qo'yib yuborishingiz kerak bo'ladi ko'p narsalarni. Ertak baribir pul topganingiz bilan o'zingizni ayolligingizga sarflayotganligingiz ko'rinmayapti jonim. Xuddiki Hech naqa- ro'zg'or boshchisiga o'xshaysizda, ro'zg'orga ishlatib tashlashasiz. Хорошо. Men ham savol bersam maylimi? Da, hozir Nilufar savolingizga javob oldingizmi? Ha, javob oldim. Demak, ona bilan ishlaydigan anaqa muhimroq ekanda. Ayollik tarafingiz bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Shunda eringiz o'zida xohish paydo bo'ladi. Voy, bu ayolga nimadir qilib olib kelishim kerak-ku degan. Ayblash kuchliroqda. Menga ultimatum qo'yyapsan deydigan darajada gapiriladi. Xullas, ko'p narsada men aybdor bo'lib qolyapman. O'zimda aybdorlik bo'lgani uchun deb o'ylaydigan bo'lsam, uni topolmayapman. Короче, shunaqa. Da. Misol, men javobingizdan Kerak. qo'rqib ketdim. Nimaga? Hozir men ham ko'p solishtiraman qilib bermayapsiz. O'zi ichimdan xursand bo'laman, alohida uyaldi, olib chiqib ketdi. Xudoga shukr, yaxshi. O'zi qiladi hammasini, eplayaptilar deyman-da. Lekin o'ziga tinimsiz aytaveraman. Mani o'rtog'im meri mamnan qilib beribdi. Mamnan qilib beribdi deb qilib beraman derdi. Boshida hozir sabr qilib turdirdi. Hozir уже noshukursan deyishga o'tdi-da. Keyin boshqa qalb qidiradi deganingizga qo'rqib qoldi odam. Manam значит ona bilan ishlashim kerak ekanda, chunki onam ham ko'p sabr kosam to'ldi. Qachongacha sabr qilaman derdilar-da. Da. Ichimdan Da. Keyingi qizimiz kim savol bermoqchi edi? Men Ah, meni savolim, dadam ko'pincha chet elda bo'ladilarda. Keyin men ulardan har hozir doim rosa yig'lagim keldi siz javobingizni eshitib. Ko'chadaman. qarang jonim, bizada savol berish vaqtida siz o'sha o'rtada umuman mikrofoningiz o'zingiz xohishingiz bilan yopib yubordingiz. Shuning uchun hozir mikrofonni paka o'chirib turing. Ziyora, davom etavering. ularga har doim qo'ng'iroq qilolmaymanda. Yaxshimisiz, ahvollaringiz yaxshimi, nima deb shunchaki o'zim yaxshi ko'rib, ularni juda ham sog'inib ketib telefon qilmaymanda. Qachondir menga pul kerak bo'lib qolganda ularga telefon qilaman. O'shanda ham beradilar, dadam xo'p deb beradilar. Lekin o'sha pulni olib bo'lganimdan keyin meni vijdonim qiynalib ketadi-da. O'zi bir dadangni yaxshi ko'rma, sen qanaqa bulardan pul olyapsan, shunaqa deymanda. Meni savolim, nega ularga nisbatan menda qanaqa bir sog'inish yo'q, mehr, ularni yaxshi ko'rolmayman, nega? No, hozir bu savolingizga praktikada javob beraman. Yana kimda savol bor? Хорошо, tagida savol bor. O'qiyman. Ustoz, xohlaganimizdek daromadga chiqib, doimiy daromadda qolish uchun nima qilish kerak? To'xtovsiz harakat qilish kerak bo'ladi faqat va faqat.
Mohira savol beryapti. Menda pulda muammo bo'ladi. Qarzga pul narsalar berib, qaytarib ololmayman. So'rab ololmayman o'zimni pulimni. Tagida mm, pulni o'ziga ishlatib qo'yishdan juda kuchli qo'rquv, zapret bor bu yerda va qarzdorlik his-tuyg'ulari judayam kuchli, aybdorlik hissi juda kuchli. Aybdorlik va qarzdorlik his-tuyg'ularida ishlash kerak bunaqa paytda va pulni o'ziga ishlatishga zapret deb bilgan odam pulini ololmaydi. Hozir menda ozgina qorong'i bo'ldi-da, man chiroqlarni yoqib kelay. Mhm. Ну, ozgina bo'lsa o'zgarish bo'ldi-ku. Так. Keyingi savol Nafisa tomonidan savol berilyapti. Otamdan pul olishga uyalib, onam orqali olganman. Hozirda turmush o'rtog'imdan pul ololmayman, so'rolmayman. So'rasam ham bermaydilar. Ko'pincha qaynonam beradilar. Bu otamdan pul so'rashga uyalganim bilan bog'liqmi? Da kuchli tarbiya berib tashlashganda sizga juda kuchli tarbiya berilingan, siz botinib o'zingiz nimagadir haqqim bor degan haqlaringiz ham olib qo'yilganda qaysidir paytda. Ichingizdagi kichik qizaloq qizaloqligini yasha olmaganda mana shuni hisobiga siz u haq-huquqingiz, tug'ma haqlaringizni esingizdan chiqarib qo'ygansiz. Nimanidir aytish mumkinligi, ochiq gapirish mumkinligi. Bularni o'sha esdan chiqarib qo'ygansiz. O'sha qizaloqlik his-tuyg'ularini chiqishiga ruxsat bering, yig'lashingizga ruxsat bering. Хорошо. Давайте тогда практика boshlaymiz. Chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. Qulay joylashib olamiz. Ozgina bu amaliyot ustida ishlayotganimizda og'riqlar tanangizda bo'lishi mumkin. Bosh og'riq, oyoq og'riq, judayam kuchli og'riqlar bo'lishi mumkin. Nafas burundan olib, og'izdan nafas chiqaramiz. Demak, men aytaman, siz ichingizda qaytarasiz. Hamma mikrofonni o'zida o'chirib qo'yadi. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Videoni iloji bo'lsa hamma yopib qo'ysin. Men kuzata olay sizda qanaqa jarayon ketayotganligini. Mikrofonni o'chirib qo'yasiz. Молодец. Boshlaymiz va shunga o'xshaydiki, men bu sessiyaga otamni kechirish maqsadida yozildim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar va otam bilan o'rtamizda nimalar bo'lganligidan qat'iy nazar mani ruhim otamni sevgisini qidiryapti.
va mani qalbim otamni qattiq sog'inyapti. Lekin man hozircha otamga nisbatan judayam og'ir his-tuyg'ulardaman. Yig'lashingizga o'zingizga ruxsat bering. Otamga nisbatan alam, xafagarchilik, uni ko'rishga toqatim yo'qlikligi. Man otamga nisbatan jahlim chiqishi. Ahamiyat bering. Xuddi shu munosabatni man o'zimgayam beryapman. Молодец. Bu yerda nima deyilyapti? Agar siz otangizdan juda ko'p narsalar kutib, erkaklardan nimadir talablar qilayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizga ham xuddi shunaqa talablarni qo'yyapsiz. O'zingiz bilan otangizga qanaqa munosabat qilayotgan bo'lsangiz, shunaqa munosabatdasiz. Man bugun mana shu sessiya davomida maqsad qo'ydim. Mana shu og'ir hissiyotlardan chiqish uchun va otamga bo'lgan sevgini qabul qilish uchun. U qandoq bo'lsa shundoqligicha uni qabul qilish uchun. Chuqur nafas burundan olib, og'izdan chiqaramiz. Bor hissiyotlaringiz bilan ishlang. Praktikani shunchaki qilganda hech qachon natija bermaydi. Faqat va faqat hissiyotlar bilan ishlaganingizdagina sizga natija bo'ladi. Qabul qilaman, tan olaman. Что man tug'ilmasligim ham mumkin edi. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Mani otam mani tug'ilishimni xohlamasligi ham mumkin edi. Lekin qanday qilib otam buni xohlamasligi mumkin edi? Axir 10 milliardlab spermalari orasida onamni tuxumdonida, onamni bachadonida man saqlanib qoldim va man tanlandim. Bu shunga o'xshaydiki, mani tug'ilishimni ham onam, ham otam ikkalovligi tanlashgan. Man tanlangan, kutilgan farzandman. Man hozir angladim. Otamni 10 milliard spermalarida otam mani tanlagan, mani xohlagan, namoyon bo'lishimni, mani tug'ilishimni. Va men hozir aniq his qilyapman, ota. Siz meni birinchi bo'lib xohlagansiz bu hayotda namoyon bo'lishimni. Men bunga o'rin bo'shatib beraman. Lekin menda ikkilanish paydo bo'lgan. Xuddiki otam meni xohlamaganidek. Xuddi otam o'g'il xohlagan, men qiz bo'lib tug'ilganman. Men o'ylaganmanki,
otam man emas, o'g'il tug'ilishini xohlagan deb. Nafisa, пока mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Va shunga o'xshaydiki, man butun umrim davomida kurashib keldim. Qabul qilinishim uchun, otam mani qabul qilishi uchun. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Aslida man o'zimdan o'zim voz kechganman. Man har safar o'zimni itardim o'zimdan. Qachonki man ota, siz mani itardingiz degan o'y-xayollamda yashayotganimda man o'zimni o'zim itardim. Chunki ota, siz manda 100% shakllangansiz. Qachonki man oynaga qaraganimda man sizni ko'raman ota. Va bunga o'rin bo'shatib beraman. Chuqur hislaringiz bilan hislaringizga tushib ishlang. Ana o'shanda praktika har doim yaxshi ishlaydi. Boshlanishida mana shu hissiyotni 21 kun agar ishlasangiz juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Va shunga o'xshaydiki, mani mehribon otam. Man judayam ko'p vaqtlar isbotlashga harakat qilgan ekanman. Что man yaxshiman. Yaxshi qizman. Va bunga o'rin bo'shatib beraman. Va shunga o'xshaydiki, ota, menga siz yetishmayapsiz. Qabul qilaman, tan olaman. Mani rodimda, ajdodlarimda va ruhimni boshqa hayotlarida kimga ota mehri yetishmaganligini man ularni hammasiga joy bo'shatib beraman. Va shunga o'xshaydiki, mani qaysidir qismim judayam ko'zga tashlanishni xohlagan. Otaga, ota, ya'ni sizga, sizni ko'zingizga tashlanish uchun juda ko'p harakat qilganman. Va siz menga qarashingizni xohlaganman. Va menga qarab, sen judayam mani yaxshi qizimsan. Qanchalik sen молодец, aqlli qizsan deb men bilan faxrlanishingizni xohlaganman. Men bunga joy bo'shatib beraman. Mani mehribon otajonim, men butun umr shunaqa yashadim va shunaqa harakat qildim.
Siz mani tan olishingiz uchun, mani ko'rishingiz uchun, siz mani aqlli qizimsan deb aytishingiz uchun va men bilan faxrlanishingiz uchun. Navbahor siz 10 hissalab kuchli ishlashingiz kerak, chunki yoshingiz borda, siz ichingizda aaa, gen bor. O'shani hisobga olib judayam hislaringizni chuqurlashtiring. Va shunga o'xshaydiki, qaysidir qismim o'ylagan shunda mani otam sevishga majbur. Va qaysidir qismim o'ylaganki, otam men bilan menga mehr berishga majbur. Va shunga o'xshaydiki, mani qaysidir bolalik qismim sizni sevgingizdan norozi ota. Bunga o'rin bo'shatib beraman. Bor hislaringiz bilan ishlang. Mani bolalik qismim judayam sizni sog'inyapti ota. Mani mehribon, yoqimli, kichik bolalik qismim, qizaloqlik qismim. Sen kattargansan, biz kattarganmiz. Sen va men o'zimiz bir-birimizni sevgiga to'yintirishimiz mumkin. Men o'zim senga sevgi beraman. Sevgim bilan quchoqlayman va seni hamma xohishlaringni amalga oshirib beraman. Otamiz bizni qanaqa yaxshi ko'rarkan bo'lsa, shunaqa yaxshi ko'rdi. Men ota sizni qanaqa sevgi bergan bo'lsangiz menga, shunaqa qabul qilaman. Mani mehribon otajonim, siz menga nima bera olgan bo'lsangiz, shuni bera oldingiz va men bunga joy bo'shatib beraman. Mani mehribon otam, siz mani energiyamsiz. Mani hayotda quvonchda yashashimga hayotiy quvonchimsiz. Siz mani bu hayotda yashashga xohishimga javobgar xohishimsiz, energiyamsiz. Ota, siz menga eng qimmatli hayotni sovg'a qildingiz. Siz menga hayot sovg'a qildingiz. Men bunga joy bo'shatib beraman. Va men hozir anglayapmanki, men yagona narsa uchun sizga tashakkurlik bildirishim kerak. Minnatdorman. Siz menga hayot berdingiz. Siz menga hayot berdingiz va bu men uchun eng kerakli, qadrli ajdodim oldidagi предназначением edi, vazifam edi. Ota, siz ajdodimiz oldida o'z vazifangizni bajardingiz menga hayot berib va mani farzandlarimga ham hayot berdingiz. Men bunga joy bo'shatib beraman.
Ota, manda sizga judayam ko'p tanqidlarim bor va shunga o'xshaydiki, man ichimda qaysidir qismim siz mani tashlab ketdingiz, kimgadir berib yubordingiz deb o'yladim va bunga joy bo'shatib beraman. Va shunga o'xshaydiki, man onamni ko'zlari orqali otamga qaragan ekanman. Hissiyotlaringizga tushasiz. Otangiz bilan gaplashayotganligingizni his qiling. U sizni hayotingizda bo'lsa ham, bo'lmasa ham, u sizni eshityapti, u sizni ichingizda. Ota, onam qanaqa sizga tanqid ko'zi bilan, norozilik ko'zi bilan qaragan bo'lsa, man o'sha ko'z bilan sizga qaragan ekanman. Munosabat qilgan ekanman. Onam qanaqa xafagarchilikda siz bilan munosabatda bo'lgan bo'lsa, man bularni sizga nisbatan qo'llagan ekanman. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Va shunga o'xshaydiki, ota, man sizga xuddiki erkagimga qaragandek qaragan ekanman. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Mani yaratuvchi Xudoyim, Allohim, man hammasini chalkashtirib qo'yibman. Man otamda o'zimni, turmush o'rtog'imni, o'zimni erkaklarimni ko'rgan ekanman. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Manga shunaqa tuyulibdiki, xuddiki man yaxshi bilaman. Otam qanaqa bo'lish kerakligini, otam onamni qanaqa sevish kerakligini, u qanaqa qilib farzandlar tarbiyalash kerakligini man yaxshiroq bilaman deb o'ylagan ekanman. Qanaqa qilib u sevgisini qiziga berish kerak, o'g'liga berish kerak ekanligini man yaxshiroq bilaman deb o'ylagan ekanman. Qabul qilaman, tan olaman otajon. Sizni onam bilan munosabatingiz menga taalluqli emas. Oxirigacha yig'lang. Ayamasdan yuragingiz yorilib ketaversin. Qo'rqmang. Ota, sizni onam bilan munosabatingiz bu sizni tanlovingiz edi. Bu sizni hayotingiz edi. Mani o'zimni hayotim bor. Mani o'zimni tanlovim bor. Va man bunga joy bo'shatib beraman. Oxirigacha baqirib yig'lavering. Qabul qilaman, tan olaman. Ota, man taqdir bilan boshqa talasha olmayman. Taqdirga boshqa qarshi borolmayman. Man sizni tanlovlaringizga o'lchakisha olmayman, aralasha olmayman. Sizni o'zingizni do'govurlaringiz bor onam bilan va bunga o'rin bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Otajon, sizni qalbingiz bilan mani qalbim shartnomasi bor edi. Siz mani otam bo'lasiz.
va man sizni farzandingiz bo'laman. Va bizni qalbimiz bilarida qanaqa yo'l bosib o'tishimizni. Man bunga joy bo'shatib beraman. Otajon, siz kattasiz, man kichkinaman. Siz beruvchi, man oluvchiman. Va bu hayotni to'g'ri oqib kelish. Man bunga joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Man o'zimni joyimni egallamagan ekanman. Mani yaratuvchi Xudoyim, man o'zimni joyimni esladim. Man o'zimni esladim. Man o'zimni otamni o'qita olaman deb o'ylagan ekanman. Unga o'rgata olaman deb o'ylagan ekanman yashash qanaqaligini. Man judayam adashgan ekanman. Va shunga o'xshaydiki, mani ichimda qanaqadir qism esidan chiqarib qo'ygan otam bilan shartnomamni. Mani mehribon otajonim, qachon man sizga norozilik ko'zi bilan qaraganimda, man sizga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan ekanman mani qanaqa yaxshi ko'rish kerakligini. Va man judayam katta og'riqni yashab o'tgan ekanman. Chidab bo'lmaydigan, ko'tarib bo'lmaydigan og'riqni. O'zim davololmaydigan og'riqni. Va manda hech narsa qolmadi. Qanaqa qilib mani yaxshi ko'rishingiz kerakligini ko'rsatadigan. Na kuch, na pul, na baxtli munosabatlar. Mani kechiring otajon. Man bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Man o'zimni, boshqa dunyolarimni eslayman. Otajon, siz qanchalik mani yaxshi ko'rganligingizni eslayman. Siz mani umuman nazaringizdan chetda qoldirmaganligingizni eslayman. Siz men bilan faxrlanganlaringizni eslayman. Siz har doim aytgansiz menga. Men bilan faxrlanishingizni, meni yaxshi ko'rishingizni. Bu o'tgan hayotlarimizda men qadrlamaganligim uchun bu hayotimda bu gaplar ham meni hayotimda qolmadi. Borgan sari kamayib boryapti otajon. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qanchalik men adashgan ekanman. Men o'zimni xuddi Xudodek tutgan ekanman. Men o'zimni Xudoni oldida qo'yib qo'ygan ekanman. Va Xudo bilan tortishayotgan ekanman. Va shunga o'xshaydiki, men har safar qachonki ota siz bilan o'rtamizda munozara bo'lib qolsa, meni qalbim siz bilan o'rtamizda shartnoma borligini eslatmoqchi bo'lgan. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Ota, bizni qalblarimiz, ruhlarimiz mana shu shartnoma asosida
yashab o'tdi va shunga o'xshaydiki, man hammasini chalkashtirib qo'ygan ekanman. Ajdodimizda o'zimni o'rnimni chalkashtirib qo'ygan ekanman. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Va shunga o'xshaydiki, ota, mani ruhim sizni xotiningiz sifatida yashab ko'rib, bu orqali o'pib olmoqchi bo'lgan ekan. Mani mehribon otajonim, man bunga joy bo'shatib beraman. O'zimga eslataman. Man sizni farzandingizman. Man sizni qizingiz yoki kim o'g'il bo'lsa o'g'lingizman. Man sizni farzandingizman va man sizdan kichkinaman. Va bugundan boshlab o'zimni joyimni egallayman. Man ism-familiyangizni aytasiz. Asadova Zarnigor O'rolovna. O'rol qiziman. Man Asadov O'rol Ramazanovichni qiziman. Man Atamuratova Gulshodani qiziman. Va man ajdodimdagi tizimda o'z joyimni egallayman. Borliq qonunlariga hamohang. Ota, siz mani o'ng tomonimdasiz. Ona, siz mani chap tomonimdasiz. Mani mehribon otajonim, man sizga hayot uchun rahmat aytaman. Man yashayapman. Man borman. Mani otajonim, siz menga hayot o'tkazib berdingiz. Man bu hayotni o'zimni farzandlarimga o'tkazib beraman. Va bugundan boshlab man sizni hayotingizda o'zimni qiz farzandingiz sifatida tan olaman. Va sizga otamga qaragandek qarayman. Man hamma nazoratlarni qo'yib yuboraman. Siz mani orqamdasiz, ota, va man sizni nazoratingizdaman. Siz mani xavfsiz yashashimga yordam beradigan joydasiz. Siz mani orqamdasiz. Man boshqa qo'rqmasam ham bo'ladi. Man aniq bilaman. Mani otajonim, siz mani har doim qo'llab-quvvatlagansiz va qo'llab-quvvatlaysiz. Otajon, man sizni sevgingizni qandoq bo'lsa shundoqligicha qabul qilaman. Sizga bo'lgan hamma e'tirozlarimni, tanqidlarimni qo'yib yuboraman. Va mana shu darslikdan, mana shu sessiyadan qancha natija ololsam, bunga joy beraman, vaqt beraman. Aha. Qanaqa his qilasizlar o'zinglarni? Ko'p yig'latib qo'ydimmi sizlarni? Masallarim mani. Qanaqa his qilasizlar o'zinglarni?
Dadam bilan gaplashgim kelyapti. Boshim aylanyapti. Manda boshim aylandi. Rosa esnash bo'ldi. Man dadamga ko'p rahmat aytgim kelyapti. Biz uchun sarflagan har bir ona xizmatlari uchun. Duxan Upali. Dadamni his qilolmay yurgan ekanman. Bo'ynimda va umurtqamda og'riq bor. Boshim aylanib qoldi. Dadamga rahmim keldi. Boshimda og'riq turdi. Qizlik o'rnimni unutib qo'ygan ekanman. Manda esnash ko'p bo'ldi, yig'i bo'ldi. Dadam ko'rgim kelmas edi negadir. Dadamni oyoqlariga boshimni ekkim keldi. Dadamga achinaman. Do'q, kuch, himoya his qilyapman. Dadamga mehrim uyg'ondi. Aha. Dadamni mahkam quchoqlagim keldi. Klassda. Ahamiyat berdinglarmi? Qanaqadir emotsionalniy kuchli bo'lganliginglarni va xotirjam bo'lganliginglarni. Biza administratorlarimiz bilan harakat qilamiz. Aynan mana shu praktikani o'zini kesib beramiz-da. Ertalab uyg'onishingiz bilan bu praktikani bajarasiz. Bir kunda bir mahal bajarasiz. Qaytarasiz. Qarang, bir kunda 20 minut, 30 minut vaqt ajratib hayotingizni 30 yilga rivojlantirib olishingiz mumkin. To'g'rimi? Arziydi. 30 kun mazangiz bo'lmay qolishi mumkin. Miyangiz hech narsani ko'tarolmay jinni bo'lib qolish ehtimolingiz bo'lishi mumkin, lekin ahamiyat bermaysiz. Yuragim og'ridi, yig'lab yengil bo'ldim. Shunchalar his qildim sevgisini. Men ham otamni yaxshi ko'rib ketdim. Aha. Kelishdik-a, 21 kun bajaramiz. Давайте mana shunaqa qila olamizmi? Hozir biz chat guruhida nechta ishtirokchi bo'lsak, bitta do'govor tuzamiz. Mana shu guruhga har doim praktikani qilib bo'lganimizdan keyin men praktikani qildim. Men молодец. Men har doim qila olganman va yana davom etaman. Mana shunaqa qilib bo'lishib bora olamizmi? Men praktikani qildim. Я молодец. Да. Давайте. Har kun mana shunaqa qilib vazifalarni bajarib boramiz birgalikda. 21 kun. Nima bo'lsa ham qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'chada bo'lsangiz ham как-то qolib ketgan bo'lsangiz-da qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi kuni yomon ta'sir qilmaydi-da, qilib bo'lishga qarshilik uyg'onadi. Shu tomon bor. Men o'zimda shunaqa bo'lgan. 21 kun qilaman deganimda qilolmaganman. Qarshilik uyg'onib ketib qolgan. Yana boshidan boshlaganman. Dadam tel qilyaptilar. Aha. Keyin yana 21 kunga borolmaganman. Yana boshidan boshlaganman. Uzmaslik kerak-da. Kelishdikmi? Давайте тогда kelishdik. Bu praktikani yakunlab bo'lganingizdan keyin qachon onaga tayyor bo'lsangiz, ona bilan ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Har biringizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Har biringizga rahmat aytaman. O'tayotgan yo'linglar uchun rahmat. Bunaqa ishonchda davom etolmayotganinglarga rahmat. Ko'rishguncha deyman. Rahmat hammaga.